Ertaga 12-aprel ob-havo ma'lumoti. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Unga ko'ra Toshkent shahri havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-17 gradus iliq, kunduzi 30-32 gradus iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 gradus iliq, kunduzi 18-23 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 gradus iliq, kunduzi 35-37 gradus iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-19 gradus iliq, kunduzi 29-34 gradus iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 gradus iliq, kunduzi 31-36 gradus iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 gradus iliq, kunduzi 28-33 gradus iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 gradus iliq, kunduzi 17-22 gradus iliq bo'ladi.